21 yoshli erkak klinikaga keldi. Testikular ekzameni. Unda bittagina testis bor ekan yo'rg'og'ida. Laboratoriyada FSH ko'tarilgan, LH normada ekan. Production of which of the following substances is most likely decreased? Quyidagi mana bu dorilarning qaysi biri kamaygan? Bitta testisi bor. Follikul stimullovchi miqdori oshgan, anaqa lyutenlovchi normada. Dehidroepiandrosteron, dehidrotestosteron, gonadotropin releasing inhibin B, testosteron. Qaysini miqdori kamaygan? Bitta testisi bor. Qaysini miqdori kamaygan? Bitta testisi bor. FSH oshgan, LH kamaygan. LH normada. Ana follikul stimullovchi gormon. Nimaga ta'sir ko'rsatadi? Nimaga ta'sir ko'rsatadi? Follikul stimullovchi gormon testosteronni hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. LH u spermatogenezga ta'sir ko'rsatadi. Spermatogenezga, xo'p. Endi follikul stimullovchi gormonni miqdori oshgan bo'lsa, nimani kamayganligini topishimiz kerak. Qaysi anaqani substansiyani miqdori kamaygan? Mana hisoblab turasiz. Sevinchga umuman. Adashdim. Yo'q, mana follikul stimullovchi u spermatogenezga ta'sir ko'rsatadi. Follikul stimullovchi nimaga? Follikul stimullovchi gormon sektor hujayralarga ta'sir ko'rsatadi. Spermatozoidlar patogenezga ta'sir ko'rsatadi. Endi leydik hujayralarni u leydik ta'sir ko'rsatadi. Leydik hujayraga testosteron hosil bo'lishini stimulab beradi. Endi ana nima, lekin norma deyapti-yu. follikul stimullovchi ko'payganda leydik lyutenlovchi normada. Qaysi biri pasaygan? Testosteronmi, inhibin B'mi, gonadotropin releasing gormon, dehidrotestosteron, dehidroepiandrosteron. Qayerdan o'qiyapman? Inhibin B sertolin ishlab chiqaradi bizda. Nima qiladi? Sertolin ishlab chiqariladi. Vazifasi anaqani negativ feedback berish. Tepaga.